Ko'chirib qo'ysam bo'lar ekan. Assalomu alaykum hammaga. Mikrofonni yoqib qo'ydim. Tuzimsizlar? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tuzimsizlar? Uzr. Kech qolib ketdik. Qandaysizlar? Kimda nima gaplar, akaxonlar? Xo'sh, ozgina kutib turamiz. Qo'yganlar ham qo'shilishi mumkin. Xo'sh. Xo'p. Ko'ryapman shekilli. Xo'p, bugun qolib ketgan mavzuyimiz darsda asinxron-sinxron funksiyalar, event loop hamda azolayt haqida gaplashmoqchi edik. Mavzu qolib ketdi. Orada ba'zi sabablarga ko'ra diqqat qila olmadim. Bu mitingni tashkil qila olmadim. Xudo xohlasa, bugun shu haqida gaplashamiz. Xo'p, o'z bu yerda ko'pchilik desamiz 4 ekamiz. O'zimdan tashqari 3 kishi. Azolayt demaylik, sinxron, asinxron funksiyalar haqida kimda nima tushuncha bor? O'zinglarda agar tushuncha bo'ladigan bo'lsa, aytsanglar ancha osonroq bo'lardi. Что kimda qanaqa tushuncha borligini bilib olsam. Qilamiz. Xo'p. Unday bo'lsa, xo'p 5 minut o'tibdi deyarli. Unda boshlayveramiz. Chunki men ham kech qolib ketaman unda. Xo'p. Darsda asinxron, sinxron funksiyalar va event loop azolaydi. Bular haqida gaplashsak, kiravering bemalol. Xo'p. Birinchi navbatda darsda sinxron, asinxron funksiyalar. Xo'p, darsda asinxron, sinxron funksiyalar o'zi nima deydigan bo'lsak, shunda qo'ygan so'roq. Agar ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, mana shunday qolib olaman. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi sizlarga? Darsda sinxron, asinxron funksiyalar. Bu baribir ko'pchilik ishlatgan, lekin baribir intervyu jarayonlarida, umuman ishlatishda ham, intervyu jarayonlarida ham bu narsa ko'p so'raladi. Ya'ni sinxron funksiyalash o'zi sinxron
funksiya nima, asinxron funksiya nima degan narsa bu umumiy programming bo'yicha gapiriladigan bo'lsak, faqat Dart bo'yicha emas, sinxron, asinxron funksiyalar nima deydigan bo'lsak, odatiy holatda deyarli barcha, deyarli emas, men biladigan ko'p narsalar asinxron ishlaydi. Sinxron ishlaydi. Bu sinxron ishlash nima degani desak, funksiyalar masalan kompilyatr kodlarni har bitta qatorni ketma-ket o'qiydi va ma'lum bir qatorlarda qandaydir operatsiyalar bajarish kerak bo'ladigan bo'lsa, u kutib turadi bu vazifalarni bajarish uchun. Mana shu masalan mana shu sinxron operatsiya hisoblanadi. Ya'ni qaysidir qatorda agar muammo bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir ko'proq vaqt olib qolib ushlanadigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha qatorda qotib qoladi dastur. Ya'ni o'sha qatorda, ya'ni o'sha operatsiya bilan band bo'lib qoladi. Shuning uchun ham asinxron funksiyalash, ya'ni asinxron ishlatish tanlashgan, ya'ni yaratishgan desak bo'lmaydi. Ya'ni asinxron funksiyalash bor. Bu qanday ishlaydi desak, bu ham parallelni ishlashga o'xshaydi, lekin ba'zi bir dasturlash tillarida bu to'liq parallellik emas. Bu shunchaki o'sha asinxron holatda ishlaganda funksiyalarga keladigan qiymatlari yoki bajariladigan qiymatlarini kutib o'tirmaydi, ya'ni keyingi qatorga o'tib ketaveradi. Har bitta qatordagi operatsiyani uni execute qilish uchun jo'nataveradi, lekin javobini har doim ham kutib o'tiravermaydi. Sirasi keyinga o'tib ketadi. Bu holat masalan nimaga kerak deydigan bo'lsak, masalan eng oddiy holat fayllar bilan ishlashda yoki API call qilgan paytimizda bu ko'proq nimani vaqt olishi mumkin. Shuning uchun o'sha ishlanadigan metod ko'proq agar ishlanish vaqti ko'proq bo'lib ketadigan bo'lsa, userda bu qotishni ko'rsatishi mumkin. Prям user ko'rmaydi, bilmaydi, prям orqada vazifa bajarilayotganini. U faqat bu qotib qoldi yoki ishlamayapti degan narsani beradi xolos. Shunday holatda masalan asinxron qilib ishlatiladigan bo'lsa, backgroundda task davom etaveradi. Lekin nimada userga bu narsa haqida ma'lumot ham bersa bo'ladi. Masalan, qandaydir progress ko'rsatish mumkin yoki umuman boshqa dasturga boshqa qismiga o'tib ketish mumkin. Orqa tomonda asinxron holatda boshqa funksiyalar ishlayotgan bo'lishi mumkin. Endi asinxronni Dartda tushuntiradigan bo'lsam, funksiyani asinxron qilish uchun shu async keyworddan foydalanadi. Ya'ni async keyword bilan o'sha qismda funksiyani o'sha qismini asinxron ishlatish mumkin. Await keyword bilan o'sha asinxron funksiyani ichida sinxron funksiyani yaratish mumkin. Ya'ni await keyword aynan o'sha qatorda kutib turish, ya'ni operatsiya kelgan paytda xuddi sinxron ishlaganidek mana shu qatordan keladigan ma'lumotlarni kutib turish uchun ishlatiladi. Ya'ni ishlanayotgan asinxron funksiyani ma'lum bir qismini sinxronlashtiradi, ya'ni qaytarib. Endi event looplarga keladigan bo'lsak, event loop nima deydigan bo'lsak, Dart single thread hisoblanadi. Ya'ni buni ham hozir to'liq tushuntiraman, nimaga aynan single threadligini. Single thread deganda aynan nimani tushunishimiz kerak. Shuni ham hozir gaplashamiz. Dart single threadga asoslangan, ya'ni faqat bitta threadda ishlaydi. Bitta thread bor degani emas, bitta threadda ishlaydi. Shuning uchun ham uni bitta event loop bor. Ya'ni har bitta operatsiyalarni bajarish uchun bitta event loop bo'ladi. Ya'ni Dartda o'zi thread tushunchasi yo'qligi sababli isolate tushunchasi kiritilgan. Isolate bilan thread farqi bor. To'g'ri, isolate thread sifatida qarash mumkin, lekin threaddan farqi bor. Buni ham hozir ko'rib o'tamiz. Isolate'lar o'zi nomidan ham kelib chiqqan holatda isolate, ya'ni izolyatsiya qilingan degani. Ham
boshqa izolatlar bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa qilmaydi, ya'ni memory share qilmaydi, o'zini event loopi bo'ladi. Memory share qilmasligi bu o'sha izolatligini o'zi nimasi. Undan keyin faqat nimalar, kommunikatsiyalar portlari bor. Send port, receive port, shular orqali bir-biri bilan, ya'ni izolatlar bir-biri bilan muloqot qiladi. Ya'ni ma'lumot almashadi bular bilan. Xo'p, unda masalan threaddan nima farqi qoladi, threaddan nima farqi bor, xo'p deydigan bo'lsak, threadlar o'zi asli thread bir-biri bilan memory share qila oladi. Threadlar, default threadlar bir-biri bilan memory share qila oladi va globalniy o'zgaruvchilarga, ya'ni globalniy turgan o'zgaruvchilarga xohlagan threaddan murojaat qilish mumkin. Ya'ni globalniy o'zgaruvchilarga xohlagan threaddan kirib, o'sha o'zgaruvchidan foydalanish imkoniyati bor. Izolatda bo'lsa, buni imkoniyati yo'q. Izolatda memory share qilinmaganligi hisobiga globalniy o'zgaruvchilarga xohlagan izolatdan turib kirish qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham Dartda bu izolat deb kiritilgan. Undan tashqari, o'sha nimaga undaqa qilingan deyilsa, bitta o'zgaruvchiga 3-4 xil threaddan kirish, masalan, boshqa dasturlarda bitta o'zgaruvchiga 3-4 xil threaddan kirish qandaydir nimalarni keltirib chiqargan ekan, ya'ni muammolar, ko'p muammolarni keltirib chiqargan ekan. Ya'ni bir paytda o'zida bitta o'zgaruvchidan 2-3 ta threadda foydalanishlik qandaydir muammolar keltirib chiqargan ekan. O'sha muammolarni hal qilish uchun Dartda single threadga asoslangan qilingan ekan va buni izolat deb tushunchasi kiritilgan. O'sha aytganimdek, har bitta izolatda o'zini bitta event loopi bo'ladi. Event loopning vazifasi o'sha izolatda bajariladigan operatsiyalarni prioritize qilish, ya'ni qaysi birini birinchi bajarish kerak, qaysi birini keyin bajarish kerak, shu narsalarni izolat event loop o'z bo'yniga olgan. Endi nimada event loopda ikkita queue bor. Ya'ni o'sha metodlar to'planadigan, ya'ni bajarilishi kerak bo'lgan operatsiyalar to'planadigan ikki xil queues bor. Bittasi microtask queue, bittasi event queue deb ataladi. Event queuega fetch funksiyalar to'planadi. Fetch funksiya va shunga o'xshash boshqa funksiyalar bor. Shu funksiyalar kelib to'planadi. Microtask tipadagi nimalar kelib to'planadi. Funksiyalar kelib to'planadi. Buni ishlatgan bo'lishingiz mumkin. future.microtask qilib yozilsa, shu funksiya microtask queuega kelib tushadi. Endi event loop bularda qanday tartibda bajaradi degan savolga, event loop birinchi navbatda sinxron funksiyalarni birinchi execute qiladi. Ya'ni sinxron ishlab turgan funksiyalarni, sinxron ishlayotgan funksiyalarni birinchi navbatda execute qiladi. Undan keyin microtask queuedagi barcha tasklarni birinchi navbatda execute qiladi. Undan keyin mana shu execute jarayonida har safar event queuega ham qaraydi. Event queuedan bitta taskni oladi, uni executionga beradi va qiymatini kutib turadi. Ya'ni executionga beradi, qiymati kelishini kutib turadi. Shuning uchun ham fetch funksiyalari yoki o'sha event queuega qo'llanadigan nimalar, tasklar eng oxiri bajariladi. Buni ham hozir ya'ni kodda ko'rib chiqamiz qanday bo'lishini. Umumiy olib qaraganda tushuncha shunday. Single thread deyilganda bu faqat bitta threadda ishlaydi degani emas, balki o'zi thread yo'q, ya'ni qanday degani, to'liq threaddan foydalanadi, lekin nima desam bo'ladi? Bu threadni ichida ishlaydi degani emas. Kecha shu haqida discussion bo'lib qolganda shuni aytildiki, u o'sha platformani o'zini threadida ishlayveradi, faqat bir-biri bilan memory share qilmaydi. Shuning uchun ham ularni izolat deb atashgan. Hozir uni ham dokumentatsiyadan ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'sh.
Men hozir screen share qilaman. Screen. Va dokumentatsiyadan bir nimalar ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p. Dartosini nimasiga keladigan bo'lsak, dokumentatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu yerda o'sha concurrency bo'limida birinchi event loop haqida gapirgan. Ya'ni event loop qanday bo'ladi degani. Event loopda masalan bitta hozir main isolate bor, biz ishlatadigan bitta main isolate bor. Ya'ni odatiy Flutter ishlab turgan, ya'ni biz applicationimiz ishlab turgan isolate main UI isolate hisoblanadi. U o'sha Flutter tomonidan berilayotgan barcha vazifalar bajaradi, ya'ni user inputlariga javob beradi, requestlar, nimalarda widgetlarni chizish, repaint qilish, shunga o'xshash hamma proseslarni o'sha bitta isolate o'zida hamma vazifalar bajaradi. Bu yerda shu haqida tushuntirgan. Ya'ni mana bu holatda ko'rishlar mumkin. Event queue ga to'planayotgan nimalarda birinchi rasmda event queue ga kelayotgan barcha requestlar, mana HTTP requestlar, masalan DO orqali ishlatadigan requestlarimiz ham event loopda o'sha event queuesiga kelib tushadi. Mana repaint request, bu repaint requestlar Flutterda o'zini engine tomonidan masalan widget yoki o'sha nima view'da qayta qurish uchun qilingan requestlar bo'ladi. Event loop bo'ladigan bo'lsa, ular barchasini unaqa qilib turadi. Ya'ni executionga oladi, faqat qiymatlarini kutib turadi. Nimada asinxron programming, Dart asinxron programming bo'yicha future degan anaqa kiritilgan, tushuncha kiritilgan. Ya'ni future mana shu funksiya asinxron ishlaydi degan ma'noda beradi. Ya'ni bu funksiyani qachondir qiymat qaytadi. Mana shu funksiyani o'zi asinxron holatda ishlaydi degan. Hozir async await larni aytib o'tdim nimaga kerakligini. Mana shu holatda masalan main metodda ichi asinxron holatga aylantirildi, lekin mana bu qatorda esa mana bu qatordan boshlab bu sinxronga aylantirildi. Ya'ni mana shu qator sinxronlashtirildi. Ya'ni read file async nimadan metoddan qachonki ma'lumot qaytgach uni kutib turadi. Mana shu qatorda keyin davom etadi odatiy holatda, lekin bu async keyword bo'lgani uchun asinxron holatda ishlaydi qolgan metodlar. Xo'sh, streamlar, endi streamlarni aytadigan bo'lsak, streamlar shu asinxron funksiyalar yoki asinxron funksiya demaydi bu yerda, asinxron eventlar deydi. Asinxron eventlar ketma-ketligi, ya'ni bu yerdan bunaqa holatda qanday deydi? Periodik desak ham to'g'ri kelmaydi. Ma'lum bir vaqtgacha qandaydir o'sha ma'lumotlar oqimi chiqib turadi streamdan. 12 xil turi bor. Buni bilsanglar kerak. Bittasi single subscription va ikkinchisi broadcast stream. Broadcast subscription deb oldim. Broadcast stream. Single subscription faqat bitta listener bo'ladi. Unga ko'pgina listener qilish mumkin emas. Faqat bitta listener bo'ladi. Bundan tashqari single subscriptionda siz ma'lumotlarni listenerga jo'natganingiz sari agar listener bo'lmaydigan bo'lsa, agar listener hali initialize qilinmagan bo'lsa, u barcha ma'lumotlarni saqlab turadi. Ya'ni stream orqali chiqarilgan barcha ma'lumotlarni to'plab turadi va qachonki listener initialize qilingan paytda o'sha to'planib qolgan barcha ma'lumotlarni birdaniga beradi. Broadcast streamda
bir nechta naqasi bo'lishi mumkin, listener bo'lishi mumkin va unda bunaqa bo'lmaydi, ya'ni yield qilingan, ya'ni yield metodi orqali chiqarilgan nimalar, eventlar saqlanmaydi. Buni listener bormi yoki yo'qmi, bu buni yield qilgandan keyin bu narsani o'zida saqlab turmaydi, ya'ni qiymatlarda, eventlarda o'zida saqlab turmaydi. Xo'sh, azolatlar haqida ham oldin gapirib o'tdim. Endi undan ko'ra bir kod yozganimiz yaxshiroq. Qanday? Flutter. Start project. Console application. Hop. Episode 5 deb qo'yaman. Lib. Birinchi holatda ishga tushirib olamiz. Hop. Bu odatiy holatda mana sinxron tarzda ishlaydi. Endi hozirgi holatni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda asinxron funksiyalar. Asinxron qilish uchun async keyworddan foydalanamiz. Bu oddiy va masalan qanday naqa berishimiz mumkin? Future deymiz, masalan future delay duration, masalan second 3 va bu yoqda print qilamiz. Masalan birinchi funksiya desak va xuddi shunday, masalan 2 1 degan bo'lsak, ya'ni bu yerda delay nima degani? Mana shu nimani, funksiyani 3 sekund ushlab turadi degani. Biz hozir bularni faqat asinxron tarzda ishga tushirmoqchimiz. Xo'p, ko'rishlar mumkin. Xo'p, birinchi chiqqan narsa 3-funksiya degan yozuv chiqdi. Ya'ni bu qator ishladi. Chunki asinxron holatda bular hammasi birdaniga ishga tushiriladi. Lekin qaysi birini, ya'ni qaysi biridan birinchi javob kelsa, o'sha qatorda birinchi chiqarib berdi bunga. Ya'ni 1 sekunddan keyin mana bu bajarildi, bo'ldi. Buni javobini bu yoqqa chiqarib yubordi. Ya'ni qolganlarni kutib o'tirgani yo'q, yo bo'lmasa mana 3 sekund kutib turish kerak edi degan narsani bu yerda qilgani yo'q. Endi masalan shuni shu qatorni asinxronlashtiramiz deydigan bo'lsak, await keyworddan foydalanamiz. Ya'ni mana shu qatorni kutib turadi. Ya'ni mana shu qator bajarilmayguncha keyingi asinxron funksiyalarga o'tmay turadi. Ya'ni shu qatorda o'zini sinxronlashtiradi. Bitta bosadigan bo'lsak, mana 3 sekund kutadi. Mana 3 sekund mana shu qatorda kutdi, qolganlariga o'tgani yo'q. 3 sekund kutib bo'lgandan keyin pastga tushdi va birinchi navbatda ana 1 sekund delay 1 sekunddagi qatorda ishga tushdi. Ana 3-funksiya degan narsa, undan keyin ikkinchi funksiya degan narsani tushirdi. Bu 2 sekunddan keyin amalga oshdi. Xo'p. Endi kelinglar bitta narsa qilamiz. Yaqinda ham buni gruppaga yozgandim. Ya'ni mana print
A deymiz. Hop. Bu odatiy holatda sinxron funksiya hisoblanadi. Sinxron. Endi hop future nuqta second ga print hop bu qator asinxron hisoblanadi. Ya'ni future qilganimizdan keyin bu asinxronga aylanadi. Bunda future microtask bor. Future microtask print s. Print s deydigan bo'lsak, hozir birinchi holatda print a bu asinxron. Buni olib tashlaylik, chunki qatorda o'zimni anaqa qildim. Print a ni o'zi shunday holatda ishga tushadi. Ya'ni bu hozir shunchaki asinxron funksiya. Pastda bitta sinxron print a sinxron funksiya. Bu yerda asinxron, bu yerda microtask. Bu ham asinxron funksiya hisoblanadi. Shu holatda masalan ishga tushiradigan bo'lsak, shunday o'rinda ko'rdinglar, birinchi navbatda birinchi holatda a chiqdi, chunki a sinxron hisoblanadi. Buni pastga tushiradigan bo'lsak, buni masalan a anaqa o'rni bo'yicha tepada turadi deydigan bo'lsak, buni pastga tushirib ham ishga tushirib ko'rishimiz mumkin. Baribir a birinchi navbatda chiqadi, chunki odatiy holatda sinxron funksiyalar birinchi navbatda ishga tushadi event loopda. Ya'ni sinxron birinchi navbatda ishlaydi. Undan keyingi navbatda esa future microtasklar, ya'ni microtasklar ikkinchi navbatda ishlaydi va oxirida bizda nimalar ishlaydi? Microtask qo'yibdi. Futurelar ishlaydi. Event queue'da bo'lgani uchun futuredan ishga tushadi. Endi agar biz buni asinxron qiladigan bo'lsak, ya'ni buni o'zini baribir bir xil narsa chiqadi, chunki buni farqi yo'q. Biz bularni yana birdaniga ishga tushirdik. Sinxronmi, asinxronmi farqi yo'q. Birinchi navbatda mana sinxronni o'zi ishga tushadi. Sinxron bo'lgan funksiyalar, keyin microtask, keyin delay. Future qilinganlar. Endi qilishimiz mumkin. Bunday qilishimiz mumkin. Bu holatda esa hozir ko'ramiz. Ya'ni bu holatda buni asinxronga aylantirdikda, mana bu qatorni kutishga majbur qildik. Ya'ni mana bu qatorda sinxronlashtirib qo'ydik. Ya'ni mana shu qator asinxron holatda bu qatorda sinxronlashtirib kutishga majbur qildik. Bu mana undan oldin ishlash uchun. Mana shu holatda buni o'zi ham sinxronlashib qoladi. Shuning uchun bu bajarilmaguncha qolganlarni kutib turadi. Ya'ni mana shu qator sinxronlashdi. Shu qatorda taskini bajarib olmaguncha qolganiga o'tmay turadi. Print a oddiyroq funksiya bo'lgani uchun uni prям unaqa qilish osonroq. Chiqarish osonroq-ku. Endi yanada bunday bunaqa qiladigan bo'lsak, ya'ni mana qanaqa narsa. Buni bu bitta holatda ko'rdik xolos. Endi mana bunday narsa ham bo'lishi mumkin. Masalan, tushiramiz. Print b bitta ichida qanday edi? Future nuqta future qilmaylik. Yana bitta ichiga nima qiladi?
A, B, C, D. Mana shu holatni ko'radigan bo'lsak, shu holatda hozir A'ni baribir birinchi ishga tushiradi, chunki bu sinxron. E birinchi navbatda keyin manoni ishga tushiradi, microtaskni. Undan so'ng buni ishga tushiradi. Qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Yo'q. Chunki nimaga hozir bu yerda bunaqa bo'ldi? Prям o'zi ikkalasi ham bitta qatorda bo'lgani uchun baribir B sinxron. Future ichida bo'lgan bo'lsa ham, future o'zini, masalan, future o'zini event queue ga olgan paytda uni ichida ikkita funksiya bor, lekin bittasi bunaqa sinxron, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, baribir microtask. Microtask bo'lgani uchun baribir uni sal keyinroq bajardi. Evet qo'yadigan bo'lsak, oldingi holatdan o'zgarmaydi baribir. Ne qiladigan bo'lsak-chi? Baribir bir xil. Hali buni bitta sal boshqacharoq holatini ko'rgandim. Bunaqa edi, esimga tushmadi. Ham buni ichida bo'lgan holatida ham birinchi chiqqan edi. Xo'p. Bularda ishlashi qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda mana bu birinchi qatordagilarda hammasini oladi. Olib turib birinchi sinxronlarni ishga tushiradi. Keyin asinxron birinchi sinxron ishga tushiradi, keyin microtask ishga tushiradi-da, future'ni o'zi anaqaga bergan bo'ladi. Ya'ni bajarish uchun berib bo'lgan bo'ladi. Endi kelinglar, mana uni delay qilmaylik-da. Future shunchaki future delay second no qo'ydik. Mana shu holatda edi. Bu holatda ham baribir bu hol. Keyin mana bu future'ni event queue ga oladi, hammasini bajarib bo'lgandan keyin buni ichiga kiradi. Buni ichiga kirgandan keyin ham tartib oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa o'shunday ketaveradi. Buni ichidagi birinchi sinxron funksiyalarni ishga tushiradi. Undan keyin microtasklarni ishga tushiradi. Oxirida agar yana mana shunday future funksiya bo'ladigan bo'lsa, shularni yana davom etib ketadi. Mana o'zidan olib o'zini ichiga yana soladigan bo'lsak, A B C D E F. Ya'ni mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, mana. Ya'ni EF oxirida chiqdi. Chunki bu ikkalasini birinchi oladi, event queue da birinchi ishga tushiradi. Keyin buni oladi va uni ichidagilarni yana prioritize qiladi. Qaysi birini birinchi ishga tushirish kerak? Buni B'ni birinchi, keyin D'ni. Oxirida yana bu funksiya turibdi. Endi undan keyin yana uni ichidan yana bo'lib ketadi. Event queue mana shu bo'lishlar va mana shu executionlarning tartibini qiladi, boshqarib turadi. Xo'p, endi azoliklarda qanday ishlasak bo'ladi deydigan bo'lsak, masalan, men har doim ko'rsatadigan eng sodda usuli bor. Ya'ni azoliklarda aytganimdek, bir-biri bilan memory share qilmasligi bir-birini ishiga ta'sir qilmaydi. Ya'ni qaysindadir katta task kelib qoladigan bo'lsa, boshqa azolikga hech ham ta'sir qilmaydi. Unda ish davom etaveradi. Yoki o'sha ma'lum bir azolikda qandaydir crash beradigan bo'lsa, u boshqa azolikga u crashda ta'sir qildirmaydi. Xo'p, biz mana bu mainda turgan paytimizda hozir birinchi main azolikda turibmiz. Hozir bitta boshqa azolikni ochamiz. Xo'p. Bir-birini bloklamasligini hozir
bitta nima bilan ko'rsatib beraman. Xo'p, qanday? The for qanday? Bar i print i deb boshiga bunaqa qo'yib qo'yamiz. Main isolate ya'ni main isolatedan bo'lyapti. Future, delay, duration, delay nimali? Future, delay, duration, second bar, wait. Endi bu ishga ko'rsatgan bo'lsak, har bir sekundda main isolatedan sanab ketadi 100 gacha. Endi buni to'xtatamizda, bu yerda bitta isolate ochamiz. Isolate run. Isolate run deymizda, xuddi shundan bitta kopiya olib, buni ichiga tashlab, custom isolate. Xo'p, bitta ishga tushiradigan bo'lsak, ko'rishlar mumkin. Erta. Net, to'xtanglar. Birinchi isolate ishga tushirib olishimiz kerak. Ketdi mana. Main isolate, custom isolate ikkalasi bir xilda sanab ketyapti hozir. Endi agar mabodo men mana yerga breakpoint qo'yadigan bo'lsam, nimaga 10 gacha qo'ygan? 100 gacha. Tepakda ishga tushirdim. Ketdi. Men bu qatorda isolate'ga breakpoint qo'ydim, bo'ldi, to'xtadi. Bu main isolate to'xtadi. Lekin ko'rishlar mumkin, custom isolate lekin hali ham davom etyapti. Bo'lmasa kod bitta joyda men breakpoint qo'ydim, mana bu qator lekin hali ham sanab ketyapti. Ya'ni custom isolate'imiz bu main isolate'ga ulanmagan. Bu yerda breakpoint qo'yadigan bo'lsak, uni tanimaydi. Chunki bu qator umuman hozir boshqa memory'dagi boshqa o'sha memory'da bu yer bilan anaqa qilmagan holatda, aloqa qilmagan holatda davom etib ketyapti mana 43. Bo'lmasa men dasturda breakpoint orqali bu yerda to'xtatib bo'lganman. Endi buni olib tashlab davom ettiradigan bo'lsam, ko'rishlar mumkin. Nimani? Main isolate endi 5 ga yetgan. Custom isolate bo'ladigan bo'lsa, уже 67 bo'ldi. Mana endi hozir nimani? Isolate'ni o'zini ichini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni isolate'ni o'zini mana bu qismni o'zini inspect uchun breakpoint qo'ydim. Bunaqa bo'ldi, to'xtadi. Main isolate'ni o'zi, lekin mana bu qatorda o'zi, isolate'dan tashqaridagi qatorda o'zi, lekin davom etib ketyapti. Ya'ni bu degani isolate'lar bir-biriga ta'sir qilmaydi, bir-birining ichidagi unaqaga hech qachon ta'sir qilmaydi. Ya'ni qaysidir isolate to'xtab qoladigan bo'lsa ham, boshqa isolate'da nima xo'p, operatsiya baribir davom etib ketaveradi. Endi ishga tushiradigan bo'lsak, mana o'sha kelasi ham deyarli bir xil narxga yetib keldi. Shu men har doim masalan kimgadir isolate tushuntirib bermoqchi bo'lsam, mana shu oddiy mana shu qatordan tushuntirib beraman. Ya'ni mana shu bilan bunaqa share bo'lmasligini, memory share bo'lmasligini, ya'ni bir-biriga ta'sir qilmasligini mana shu oddiy funksiya bilan tushuntirib berishim osonroq bo'ladi. Xo'p. Isolate haqida yana
ko'proq bunaqa qilish mumkin. Ko'rishingiz mumkin sendport. Bu sendportni o'zi ichida receive port bor. Ya'ni ichiga siz receive portni berib, sendport orqali jo'natib, a'zoliklarning o'rtasida masalan ma'lumotlarni almashish mumkin. Xo'sh. Run. Bu nimada Dart o'zida isolate run. Nimada osonroq yo'li compute. Menimcha uni mana o'zi uchun chiqargan. Compute. Flutter'da o'zi uchun qilinganida adashmasam compute degan. Dart o'zida yo'q ekan. Compute bor edi. Hozir nima olsak? Eskiroq. Qanday olishim mumkin? Deylik. Flutter'da o'zida bor. Compute degan. Compute. Ya'ni bu o'sha isolate anaqasi uchun chiqarilgan. Osonroq Flutter'da osonroq ishlatish uchun qilingan. Ko'rishingiz mumkin Dart o'zi isolate anaqasidan foydalangan. Ya'ni qani chut. Bu kompyuter yaxshi tomoni bu yerda siz bitta vazifani bajarasiz va uni asinxron tarzda qabul qilib olasiz. Kompyuter wait deb turib qabul qilib olasiz. Va bundan keyin kompyuter ishlab bo'lgandan keyin u o'sha ochilgan izolatni o'zi yopib tozalab oladi. Xo'p. Endi masalan kompyuter ishga tushiradigan bo'lsak, bu yerda narsa bor, ya'ni callback bilan message. Callback anaqa bo'lishi kerak, top level function bo'lishi kerak. Ya'ni bunaqa top level bo'lishi kerak. Calculate deb turib calculate bilan bunaqa top level bo'lishi kerak. Top level bo'lmasa buni tanib olish qiyin. Calculate o'zini berasiz. Message uchun calculate string bitta narsa bor. Ya'ni mana funksiya qandaydir qiymat qabul qiladi. Chunki bu callback function o'zida message ham olish kerak. Ya'ni callback function'ni ichida message bo'lishi kerak. Ya'ni yuboriladigan message. Mana bu ikkinchi qismi mana unga to'g'ri keladi. Ya'ni qanday desam bo'ladi? Buni teshga qanday tushirib ko'rsak bo'ladi? Birinchi tartib o'zida ham buni iloji bor. Spawn entry point spawn orqali ishlaydi. Spawn entry point key message. Spawn deb uncha ko'p ishlatmaganman. Masalan ya'ni xuddi shunday. Ya'ni
hello deydigan bo'lsak, mana hello so'zi mana messajga o'tib keladi. Ya'ni spawn qilayotganda mana bu beriladigan entry point message function deylik. Function desam hozir function demasam qiyin ketadi. Function deydigan bo'lsak, buni odatiy mana bu funksiyalarga o'xshab parametrini berishingiz shart emas, chunki bu o'zi qilingan ataylab va mana bu messajda share qiladi. Mana bu yerda T mana ko'ryapsizlar. Bir xil bo'lishi kerak, bir xil tipda, bir xil messajni share qiladi. Ya'ni mana bu message string qanaqadir message u mana bu main isolatdan bu isolatni funksiyasiga share qilinadi. Print deymizda message hello from the main isolate deydigan bo'lsak, mana shu funksiyani share qiladi. Mana xatoni o'chirib turamiz. Sorry, bu haliyam ishlayotgan ekan. To'xtatamiz. Boshqa narsaga. Ya'ni hello from main isolate. Bu main isolatedan turib faqat bir tomonlama xolos bu yoqqa ma'lumot uzatish, ya'ni o'sha isolatega ma'lumotni olib o'tish. To'g'ridan to'g'ri masalan hello ni maqa chiqarib turib undan foydalana olmaysiz. Masalan buni mana bu yerda masalan hello message deb turib mana yerda bunday foydalanish bo'lmaydi. Hozir to'xtataylik. İşledi lekin. Lekin chiqdi, mayin nega chiqdi? Qani buni o'zidan foydalanib ko'raylikchi. Message. O'chiramiz, to'g'rilaymiz. Ishladi. Lekin qanday ishladi lekin hayronman. Globalni qilgani uchun balki globalni bo'lmadi deydi bo'lsa. Holat. Demak, ishlatsa bo'lar. O'zgaruvchini ishlatsa bo'lar ekan. Qiziq, buni ko'rib chiqaman. Bunaqa bo'lishni bo'lmaydi deb o'ylagandim men, chunki bu o'zgaruvchi boshqa isolatni ichida ishlamaydi degan narsa berilgandi. Lekin hozir globalniga chiqarib turib, men uni mainda ham custom isolatni ichida ham ishlatdim. Demak, ChatGPTdan so'rab ko'rish kerak.
ko'ramiz. Can I use this variable? Yes. Global. Variable equivalent. Sorry, sorry, miss. Quick question. No, access global. Uh, bu yerda yo'q dedi, lekin ishlatib bo'ldi. Denoted. Xo'sh. Message. Bu yerda aytyaptiki, ishlatishim mumkin deyapti. Faqat deyapti, ular naqa qilingan, separate qilingan deyapti. Ya'ni bu o'zgaruvchi bu o'zgaruvchini isolate va qaysidir isolate ishlatsang, globalni biz hozir bemalol ishlata olyapmiz. Mana uni o'chirib tashlab deb qo'ysam, debug ishlataman. Biz ishlata oldik, lekin ChatGPTning aytishi bo'yicha bu hello message o'zgaruvchisi ham nimada main isolate o'zini ichida bitta xotiradan joy oladi deyapti. Custom ochilgan isolate ichida ham alohida joy oladi deyapti. Bu yerda aytyapti, so yes, you can use globalda ikkala isolate ham ishlatish mumkin, lekin ular copy qilingan, ya'ni ular share qilinmagan, faqat o'sha har bitta memory uchun copy qilingan deb olinyapti. Masalan qanday qilish mumkin mana buni? Umuman olib qaraganda demak shunday ekan. Bitta yo'li bor, sinashdi. Ya'ni hello message bu yoqda chiqardik. No, bunday qilaylik. Print deymizda, hello message print qilish kerak deylik. Buni aytdik. Bu tomonda esa har bitta sikl aylanganda hello message ga plus qilib counterni qo'shib qo'yaylik. Print qilib ya'ni tenglov qilmoqchiman. Hello message teng mana bunday. Keyin uni print qilaman. Bu holatda biz bitta o'zgaruvchidan foydalanyapmiz. Bu tomonda faqat uni print qilyapman, shu mag'dan o'zgartirganimda qanday beradi bu narsani. Mana uni oldiga isolate degan bitta nima qo'yib qo'ymasam, hozir adashib. Isolate
custom isolate hello message main isolate hello message. Shu holatda, ya'ni bu yoqda har bir sekundda hello message bittadan chiqaradi. Ikkinchi izolatda bo'ladigan bo'lsa, bu hello message oldiga I deb qo'yib turib, almashtirib ketadi. O'zidan ham print qiladi. Ya'ni shu holatda masalan global bitta o'zgaruvchi share bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi, mana shu holatda bilish mumkin. Deb ko'ramiz. Ko'ryapsizlar? Main isolate bitta, main isolate hello from main isolate mana shu hello deylik. Mana main isolate degisi, lekin o'zgarmayapti. Biz bitta o'zgaruvchidan foydalanyapmiz, lekin main isolate tekst o'zgargani yo'q. Custom isolate bo'ladigan bo'lsa, bunaqa qilib ketyapti. Buni qo'shib ketyapti. Bu degani shu mana o'zgaruvchini globalniy qilib ikkala azolatedan ishlatyapmiz, lekin backgroundda, ya'ni ichki tomonda bu o'zgaruvchi har bitta azolate uchun alohida-alohidadan memoriga joylashtirilgan. Ya'ni ikkalasi bu o'zgaruvchini share qilishgani yo'q. Lekin masalan boshqa tillarda threadda ishlatadigan bo'lsangiz, qilishingiz mumkin. Ya'ni xuddi shu holatda agar masalan Java yoki Kotlinda yoki boshqa o'sha multi-thread ishlaydigan dasturlarda ishlatadigan bo'lsangiz, bitta globalniy o'zgaruvchiga kirib, masalan birdaniga bu narsani amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni bu yoqda ham, bu yoqda ham bitta narsani print qilardi, lekin hozir bizda faqat o'sha share qilinmaganligi uchun share qilinmaydi, lekin agar globalniy o'zgaruvchi bo'ladigan bo'lsa, demak har bitta azolate'ga bu o'zgaruvchidan kopiya olib xotirasiga saqlab qo'yilar ekan. Men uchun ham bu yangi tushuncha bo'ldi. Xo'sh, demak azolate'lardan foydalanish shunday. Endi aytganimdek, masalan asinxron funksiyalarda unaqa qilingan. Asinxron funksiyalar parallelizmni ta'minlash uchun qilingan deyishadi, lekin odatiy holatda to'liq parallelizmni anaqa amalga oshiradi. Azolate amalga oshiradi, ya'ni u rostdan ham boshqa operatsiyani bloklab qo'ymaydi, bir-birini bloklab qo'ymagan holatda ishlaydi. Lekin bu degani azolate'larni ochib ko'paytirib qilish kerak degani emas, chunki azolate'lar o'zi qimmat bo'ladi. Qimmat degani qanaqa? Resurs ko'p oladi, chunki har bitta azolate deyarli CPUni, masalan CPU nechta core bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'rganim bo'yicha azolate'lar har bitta CPUda bittadan bo'ladi. Masalan, agar protsessor necha CPU bo'ladigan bo'lsa, CPUda core nechta bo'ladigan bo'lsa, shuncha azolate ochishingiz mumkin. Bu holatda yangi azolate ochishingiz degani protsessor bo'sh coredan sizga bitta memory joy ajratib beradi degani. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, siz azolate ocha olmaysiz. O'zi dasturlarda deyarli unchalik ko'p ishlatilmaydi. Men shu paytgacha o'zi 2 marta ishlatganman xolos. Lekin chunki bitta main azolate o'zi, ya'ni biz odatiy holatda ishlatadigan azolate o'zi qilinadigan barcha tasklarni handle qilishga yetadi. Shuning uchun deyarli nima ochilmaydi. Yangi azolate'lar ochilmaydi. Yana nima aytishim mumkin bu haqida? Nima gruppaga tashlaganim oxirgi anaqa gaplashishga arziydigan masala
gaplashishga arziydigan mavzu deganim, ya'ni Flutter'dagi great merge haqida, ya'ni threadlarda merge haqida. Odatiy holatda Flutter ishlab turganda 4ta thread ishlaydi. Bittasi Dart UI thread demaylik. Thread desak ham bo'ladi. Dartda o'zini UI thread, ya'ni bu UI a'zolaydi. Bitta Dart kodlari ishlaydigan raster thread bor. Bu o'sha Dartdagi masalan amalga oshirilgan kalkulyatsiyalarda kalkulyatsiya UI'lar chizishdagi oxirgi kalkulyatsiyalarni boshlab beradi. Raster thread oxiriga yetkazadi. Raster thread uchinchisi platforma thread, ya'ni platform thread mana shu ikkala thread ishlaydigan joy. Mana shu ikkala thread Dart UI thread bilan raster thread ishlaydigan raster thread platforma threadda bir qismida ishlaydi. Undan tashqari yana bitta thread bor, bu IO thread. IO thread bu o'sha fayllar bilan ishlashda kerak bo'ladi. Uni ko'p qilishmagan, berishmagan ma'lumotlarda IO threadni qanday ishlatish haqida. Platform threadlari ya'ni platformani o'zini threadda Androidda bo'lsangiz, Androidda, iOSda bo'lsangiz, iOSda qaysi platformada bo'ladigan bo'lsangiz, o'zini threadda Flutter Engine o'sha threaddan shu Dart o'zini threadi va raster thread ishlash uchun alohida joy ochadi-da, platforma bilan kommunikatsiya uchun platform channellardan foydalanar ekan. Ya'ni biz biladigan method channel, event channel, basic message channel, 3ta bunaqa channellar bor. Ya'ni native saytga ulanib qandaydir ma'lumotlarni olish uchun ishlatamiz-ku. Mana shu channel aslida nimaga o'xshatsak bo'ladi? Azolate'dagi mana send port, receive port bor-ku, shuni o'rnida ishlatsak bo'ladi. Ya'ni platformani o'zini threadi bilan Dart engine ishlatadigan ochilgan alohida threadlar o'rtasida ma'lumotlarni almashinishi uchun o'sha platform meta channellardan foydalanadi, platform channellardan foydalanadi. Endi hozirgi holatda nima bo'lyapti deydigan bo'lsak, o'sha Dart UI threadi bilan o'sha platform threadga o'tkazilib merge qilinyapti ekan. Bu nima beradi deydigan bo'lsak, nimani ba'zi bir emas, nimadagi platformaga ulanib qilinadigan ba'zi bir asinxron funksiyalar endi sinxronlashadi deb yozdi. Ya'ni biz platform channellar orqali platformadan qandaydir metodlarda qandaydir ma'lumotlarni olmoqchimiz. Masalan, u yerda bergan eng basic ma'lumot batareykani statusini olish, ya'ni batareyka qancha qoldi degan narsani olish uchun method channellar orqali native saytga ulanamiz-ku. Va bu har doim future funksiya bo'lib qoladi, chunki asinxron ishlagani uchun future funksiya bo'lib qoladi. Mana shu mergedan keyin qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, oddiy sinxronga o'xshab method channellar ham shart emas, uni future ham qilish shart emas, shunchaki get battery deb turib to'g'ridan to'g'ri nimadan platformadan o'ziga xohlagan narsani olishingiz mumkin. Agar nativedan xabaringlar bo'ladigan bo'lsa, nativeda ishlaganlar bo'ladigan bo'lsa, native masalan Android yoki native iOS da ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha batteryda percentage'ini olish yoki bo'lmasam kameraga ulanish yoki shunga o'xshash narsalar u yerda asinxron qilinmaydi. Shunchaki chaqirasiz, chunki siz o'sha platformani o'zida turibsiz, sizga bu возможностьlar bor. Shunday olib ishlatish uchun. Dartda bu narsani oldin iloji yo'q edi, chunki Dartda o'zi Flutter demoqchiman. Flutter o'zi boshqa joyda, platforma boshqa joyda edi. Endi hozir shu merge amalga oshirilgandan keyin
o'sha nativega o'xshab to'g'ridan to'g'ri sinxron tarzda nativ ma'lumotlarni olishga imkoniyatimiz bo'lar ekan. Bu hozirgi ishlab turgandan ham tezlashadi. Deyarli meni tushunchamda Flutter nativega yana bir masalan native performancega yetish uchun bitta katta qadam tashladi deb o'yladim bu orqali. Mendagi o'sha yangilik shu edi. Ya'ni o'sha merge'ni ishlatib ko'rish. Hozir adashmasam chiqqan bu narsa o'sha Great Merge degan birinchida turibdi ekan. Kimlardir qiziqqan bo'lsa, men hali uni olib ishlatib ko'rmadim. Ishlatib ko'rish kerak ekan. Endi baribir bunisi kelib qoldi-yu. Kimdan nima gaplar akalar? bo'ldi oxirgiga ma'lum bo'lsak, lekin ularda ham Flutterga o'xshab Compose multiplatform shakllanyapti. Next tarafdan ham Androidda undan ozroq xabaringiz bormi? Bunaqa Flutterga raqobatchi degan qanaqadir LinkedInda post qo'yaman. Qanaqaligini eshitmay qoldim, ovozingiz pastroq keldi. Compose multiplatform, Kotlin multiplatformni Flutterga o'xshab varianti. KMPmi? KMPmi? Aynan ularda ham bitta UI yoziladi. Shunda Flutterga o'xshash iOSga ham share qilinadi, o'sha UI ishlatiladi. Kotlinda o'zidami? Kotlinda o'zida-da, shundaymi? Compose multiplatform. Aynan Logic emasda UI ham share qilsa bo'lar ekan. Bu bilan bir xil deganday o'qidim. Bu haqida hali ma'lumot ko'rmadim to'g'risi LinkedInda. Agar sizda bo'lsa share qilsangiz, bir ko'rib chiqaman, lekin hali unaqa ma'lumot ko'rmadim. KMP haqida bilardim, Kotlin multiplatforma haqida. Lekin u baribir Flutterchalik, qanday desam bo'ladi, development jarayoni baribir Flutterchalik oson emas. iOS uchun adashmasam baribir iOS uchun UI qismi yozib chiqiladi deyilgan narsasi bor edi. Flutterga o'xshab hot restart, hot reload yo'q edi unda. Buni naqasi bo'lsa, tam ma'lumoti bo'lsa, share qilsangiz birinchi bo'lardi. Kommentarga tashlab qo'yaman, topib. Kimda nima gaplar, nimani tushunmadi, savollar bo'lsa, nimalar deyishlar mumkin. Demak, o'zi sizda qanaqa keyslar bo'lgan o'sha izolatni ishlatishga? Xo'p, izolatni ishlatish uchun bitta keysda bo'lgan, ya'ni bu yerda ishlagan paytimda bizda naqa bor, map bor edi. Mapda masalan viloyatlarda, regionlarda naqa qilish, nima deydi? Pointlarini berib turib, poligon chizish kerak edi. Bunaqalarni nima deydi? Borderlarni berish uchun masalan viloyatda qaysi qismlarda ishlayapti deganini ko'rsatish uchun Yandex Map'da poligon chizish kerak edi. Uning uchun masalan backenddan o'sha poligonda pointlari kelardi, longitudelari kelardi. Bu ko'p ma'lumot bo'lib ketardi, ya'ni hajmi katta emas, lekin ma'lumot ko'p. Shuni deserialize qilish uchun ko'p vaqt ketib qolardi. O'sha paytda mana shu taskni naqaga olib o'tganman, izolatga olib o'tganman. Prям qanday bo'ladi? Bir marta masalan longitudelarni olib kelib oladida, uni deserialize qilib bo'lgandan keyin lokalniga saqlab oladi. Keyingi safar unaqa qiladi.
uni har safar o'sha azolate'da deserialize qilaveradi, faqat bor data bilan ishlab turaveradi. Qachonki nimada azolate'dan ma'lumot qaytgan paytda shunday update qilib qo'yadi. Masalan, birinchi safarda sizcha qiyinroq bo'ladi, chunki tortib uni olib olguncha endi millisekundlar ketadi-yu, baribir seziladi bu narsa ishlayotganda. Keyingi safardan bor data bilan ishlayveradi. Backgroundda boshqa azolate'da bu yana deserialize qilinadi, o'zgargan ma'lumotlari. Tayyor bo'lganda bu narsa update qilib qo'yiladi. Ham shunaqa kes uchun ishlatganman xolos. Undan tashqari holatda azolate ishlatadigan darajada katta task bo'lmagan. Bo'lishi mumkin. O'shanda compute qilganmisiz yoki umumiy isolate spawn bilan qilganmisiz? Yo'q, azolate'da o'zi bilan ishlatmaganman. O'sha Flutter uchun chiqarilgan o'sha kompaktni varianti, o'sha compute bilan ishlatganman. Compute'da ham osonroq. Keyin uni nimasini ham masalan o'sha memorydan ham compute o'zi unaqa qiladi demoqchiman. Memorydan joy ochib, ishlatib, memoryda keshlarni tozalashni ham uni o'zi osonroq bajargan, effektliroq bajargani uchun compute bilan ishlataman. O'zi Flutter tomonidan ham o'zi compute ishlatish unaqa qilinadi. Agar sizda bitta ma'lumot bor, siz uni ustida qandaydir operatsiyani bajarmoqchisizda, rezultatini olmoqchisiz. Bo'ldi. Sizda shu narsa kerak xolos bo'ladigan bo'lsa, compute ishlatish tavsiya beriladi. Bunaqa isolate run yoki isolate spawnni ishlatgandan ko'ra. Ma'lumotga ketadi-chi, misol uchun o'sha hozir bizda compute qilganda birinchi ochishda ko'proq resurs sarflaydimi yoki umuman o'zi ochilib tursa ham resurs ko'proq ketib qoladimi? O'sha haqida ma'lumotingiz bormi? Yo'q, compute holatida resurs mana shuni tushuningda, resurs ketadi. Bu resurs dasturda ishlash uchun ta'sir qilmaydi lekin. Resurs protsessordan ketadi. Lekin resursni ochish yoki yopish uchun ochish yoki yopish dastur ishlashiga ta'sir qilmaydi. Bunaqa variant ham bor ekan. Azolatda o'sha backgroundni ham ochib qo'ysa, ya'ni compute bilan emasda, misol uchun qanaqadir orqada misol uchun partiya yoki compress qiladigan keslar bo'lsa-da, misol uchun o'sha juda ham ko'p marta qaytib kirilsa, o'sha holatda computedan ko'ra spawn yaxshiroq variant bo'lishi mumkinmi? Xo'p. Compute o'sha aytilgan, hozir aytdim, compute bir marta bajarish uchun ishlaydi xolos. U compute xotiradan o'sha joy ochadi, ishlatadi, ma'lumotni qaytaradida yopadi, bo'ldi. U saqlab qolmaydi boshqa narsani. Agar qayta ishlatmoqchi bo'lsangiz, qayta u har doim ishlab turish kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki spawn yoki run qilib ishlatish kerak. U compute nima uchun? Sizda data bor, qandaydir ustida katta task ishlaydigan datangiz bor. O'shuni ustida qandaydir amal bajarasizda bo'ldi. Shu bilan o'sha ish tugaydigan bo'lsa, compute ishlatsangiz bo'ladi. Compute ishlatishingiz kerak. Yo'q, masalan, muntazam ravishda qandaydir taskni bajarib turish kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki spawn yoki run qilib ishlatishingiz kerak u holatda. Chunki u o'sha bitta ochasiz, ichida to'liq vazifa bajarib o'tiradi. Ana bor edi o'zi. Yangilik faktor bor-ku. Nima? Active programmer. Balandroq gapirsangiz zo'r bo'ladi. Active programmer. Ha. Yangilik aytdi. Ovozimiz qoldimi deyman.
Ha, ovozingiz orada buzilib qoldi. O'sha taksi programmalarda mobilchalarga qanaqa vazifalar bo'ladi? Bekatda qanaqa vazifa bajariladi? Hech o'sha haqida tajribangiz bormi? Yo'q, mobil nimalar bilan, taksi applicationlar bilan ishlab ko'rmaganman. U yerda ko'proq men o'ylashim bo'yicha Azolate bilan emas, background tasklar bilan ko'proq ish bo'ladi. Ya'ni app terminate bo'lgan holatida ham ishni davom ettirish kerak degan narsa bor. O'sha background service, background tasklar menimcha shu bilan ko'proq ishlashadi. Yo'lda inchidamiz. O'shanda ham bizga qanaqadir servislar kerak bo'ladimi yoki Ovozingiz yana uzilib qoldi. internetimiz uzilib qolyapti orada. Endi yaxshi. Zavod chiziladi. O'sha zavod chizishda ko'proq kimda mas'uliyat bo'ladi? Bekatdan bizga qanaqadir ma'lumot kerakmi yoki tayyor Yandex servislariga ulashimiz kerak bo'ladimi? Hech o'sha haqida qanaqadir ma'lumotingiz bormi? Taksi applicationlar bilan to'g'risi unaqa nimam yo'q. Masalan, qanday ishlash kerak, bu haqida tajribam yo'q. Tajribasi bor, tanishlarim bor. Bir gaplashib ko'rsak bo'ladi. Ham qanaqa qilib ishlatish mumkin uni, o'sha siz so'rayotgan narsani. Men ham hozir masalan aniq bilmayman, qanday qilib uni manage qilish kerak. Qanaqa narsalardan foydalanish kerak, qaysi tastlar bekatda bo'lishi kerak. Bu narsa haqida menda ma'lumot yo'q ekan. Tushunarli. Rahmat. Tushundim. O'zi 1 soatdancha oshibdi. Agar sizlarda savol bo'lmaydigan bo'lsa, tugatgan bo'ladi. Men ham uyga ketish kerak. Xo'sh. Vaqtingizni ajratganinglar uchun katta rahmat. Bunisi ancha naqa bo'lib ketdi, chunki bu orada ishlar ko'payib ketdi. Shuning uchun uncha vaqt qilolmay qoldim. Xudo xolasa yaxshi yangiliklar bilan davom etishga harakat qilamiz yaqin kunlarda. Sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat vaqtingizni ajratganlar uchun. Savollar bo'lsa, bemalol ochilamiz. Sog' bo'linglar.